Dehqonobod tumanida mana oldingi vaqtlarda mana shu sug'orish juda ham bir muammo hisoblanar edi. Mana shu uchastkalarimizda biron narsa eksak, iyun oylariga borib qurib qolar edi. Majbur bo'lar edik, keyin mana shu ekolmas edik. Mana prezidentimizga mingdan-ming rahmatki, mana shu Dehqonobod tuman suv omborini mana qayta ta'mirlatib, suv qamrovini juda ham oshirdilar. Mana shuni evaziga mana hozir tomorqalarimizda hamma narsa ekib, mana juda unumli foydalanyapmiz. Men mana shu tumandoshlarimizni mana shu suvdan oqilona foydalanishlarini, mana shu berilayotgan imkoniyatdan unumli foydalanishlarini tilab qolaman. Shu suvdan o'zimiz oqilona foydalansak, uzoq vaqt ishlatamiz. Mahallalarga yaxshigina kranlar o'rnatib berishdi. Hamma xursand mahallamizdan. Mana shu orqasidan kranlar o'rnatib, mana limonariya barpo qildik o'zimiz. Dehqonchiliklar bilan shug'ullanyapmiz. Har xil ko'chatlar ekib yotibmiz. Hammasi prezidentimiz tashabbusi bilan. Allohim umrlarini uzoq qilsin. Martabalarini bundan-da ziyoda qilsin. Xalqimiz hamisha to'kin sochinlikda bo'lsin. Dehqonchiliklari mana suv keldi, endi hamma dehqonchiliklar qilamiz-da. Mana kartoshka ekyapmiz, pomidor, bodaring, hamma narsa ekdik. O'zimizdan narsa chiqyapti. Oldin suv yo'q edi, endi hozir suv bor.